Bugungi tadbirni yuksak saviyada tashkil etganlari va ko'rsatilayotgan samimiy hurmat, ehtirom uchun Tojikiston Respublikasi Prezidenti muhtaram Emomali Sharipov Rahmon janob oliylariga alohida minnatdorchilik bildiraman. Biz hurmatli hamkasblarim bilan birgalikda uzoq yillar aholimizni qiynab kelgan chegara masalalarini uzul-kesil hal qildik va tarixiy bitimni imzoladik va shu asosda mintaqamizni do'stlik, ahillik va yaxshi qo'shnichilik makoniga aylantirish yo'lida mustahkam tamal toshini qo'ydik. O'zbek, tojik va qirg'iz xalqlarining do'stligi abadiy bo'lsin.